Xo'sh, mana bu muzey Orsay, ya'ni oldin eskidan vokzal bo'lgan. Shu vokzal bo'lgani uchun Orsay, ya'ni Orleanga ketadigan joy vokzal bo'lgan. Mana ham yozilgan, o'zi ham hozir ko'rsataman. Endi hozir bu vokzalni nima qilib qo'yishdi? Muzey, ichida har xil nimalar bor. Har xil san'at asarlari, ya'ni kultura, nima deydi, tablolar chizilgan, hammasi mana shu yerda qo'yilgan. O'zi hozir Louvre'ga uzoq emas, juda yaqinmiz. Louvre'da ham hozir ko'rsataman. Bu tomonda joylashadi, o'ng tomonimizda. Bilasizlar, Senada 32 ta ko'prik bor, adashmasam. O'sha ko'priklar hammasidan o'tilgan. Endi oldin mana bu vokzal nimaga Sena bo'yida bo'lgan, suvda kelingan oldin, ya'ni boshqa joyga, nimalarga suvlarda ketilgan. Kорабльlarda poyezdlar bo'lgani juda ham kamdan kam bo'lgan poyezdlar. O'shaning uchun mana hozir Louvre qismi boshlandi. Bu tomonimiz Louvre, o'ng tomon katta, juda ham katta bino. Louvre bu eskidan qirollarni yashaydigan saroyi bo'lgan. Napoleon oxirgi uylari mana shu yerda saqlanib qolgan, xonalari. Kirsanglar har bir bo'limida har xil narsalarni taqdim qilingan. Ya'ni Napoleon, bir bo'limda Napoleon apartamentlari, bir bo'limda Mona Lisa qo'yilgan rasm bilan birga boshqa rasm, tablolar va yana bitta qismida skulptura, ya'ni haykaltaroshlik madaniyati qo'yilgan. Hozir mana ko'rsanglar bo'ladi, juda ham uzun, katta bu saroy. Tomonga o'tib ko'rsatsam ham bo'ladi mana. Ko'ryapsizlarmi, davomi hali ham. Juda ham katta qismli, 3 qismliga bo'lingan nima bo'lgan saroy. Bir yili juda issiq bo'lganda Senada ko'milish ruxsat berilib, bitta hatto chetlariga qumlar qo'yilib, plyaj qilindi. Bir yili ham, hali ham menimcha bor bu yil ham, chunki juda ham bu yil 45 gacha chiqdi. Mana 2-3 kun oldin bir hafta